Ustakalarimiz aksiyada bizni unutib qo'yyapsizlar deb xafa bo'lishyapti ekan. Akalar, butun mart oyi aksiyasi faqat sizlar uchun. Qalay, taklif yoqdimi? Videoni oxirigacha ko'ring endi. Mart oyi davomida Stroy bazaga kelib 4-5 millionlik sotuv amalga oshirasiz. Bittada kelib olishingiz shart emas. Shu oy davomida bo'lib olsangiz bo'ladi. Siz uchun naqd 15 xil sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Sovg'alar ichida televizor, kuller, mikrovolnovka, elektr pech, xullas uy uchun kerakli hamma eng zo'r texnikalarni yig'ib qo'yganmiz. G'oliblarni 1-aprel kuni Stroy bazaga chaqirib, alohida mehmon qilib, sovg'alarni bitta qo'llarga topshiramiz. G'oliblarni qanaqa qilib aniqlaysizlar deysizmi? Juda ham oddiy. Siz Stroy bazaga kelib, o'sha 4-5 millionlik mahsulot xarid qilsangiz, sotuvchimiz sizni ismingizni, nomeringizni, ma'lumotlarni olib qolishadi va o'sha kuni alohida qilib chaqirishadi. Manzilni bilsangiz ham tanishtirib o'taman. Qo'qondan Toshkentga ketishda Chaqali Zinaki shunday boshlanishida chap qo'lda kattagina bo'lib Stroy baza ko'rinib turadi. Mabodo Toshkent tomondan kelishda bo'lsa, ana shu Zinaki tugashiga kichik turib boshlanishida mana shu o'ng qo'lingizda keladi. Hech qanaqasiga adashmaysiz. Taklif zo'rmi akaginam? Endi ham Stroy bazadan kelib mahsulot olsangiz uyat bo'ladi. Hammani kutib qolamiz. Mart oyi aksiyani biri. Ustakalar, bosinglar.